Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sho'purlik nazariya darsimizning 3-chi darsini o'rganib o'tamiz. Bugungi darsimiz mashinaning o'lchami, bexatarlik tasmasi, bosh yo'langich qismi, mashinaning chaqi va mushu 4 mazmunga doir muhitni qo'g'dab tejashlik haydash to'g'risida bo'ldi. Qani bir oldi bilan mashinaning o'lchami. Ya'ni bu yerdagi mashinaning o'lchami biz almoqchi bo'lgan pravninki, ya'ni B tipliq pravninki haydayoladigan mashinaning o'lchamini ko'rsatmoqchi. Personal auto, ya'ni shaxsiy mashinaninki o'lchamini ko'rsatmoqchi. Ya'ni biz almoqchi bo'lgan pravda haydamoqchi bo'lgan mashina kengligi 2 metr 55 santimetrdan oshib ketmaslik kerak. Mashinaning kengligi. Bu mashinaning kengligi agar asfalt yotqizilgan yo'lda bir xil, asfalt yotqizilmagan yo'lda bir xil bo'ldi. Ya'ni asfalt yotqizilgan yo'lda 255 metr, asfalt yotqizilmagan toshliq yo'llarda 220 metrdan oshib ketmaslik kerak. Endi bu yerda nima demoqchi desanglar, normalda bir mashinaning kengligi 255 unda bo'lmaydi-ku, unchalik keng emas, lekin biz ba'zida mashinaga yük basib mang'an vaqtimizda, masalan, mashinaning yon tarafidan chiqib qolgan vaqtida, chiqib qolgan butun qismini qo'shib demoqchi-ku. Biz buni keyin, ya'ni yük qismini o'rgangan vaqtda tafsil so'zlaymiz. Onda mashinaning egizligi 4 metrdan oshib ketmaslik kerak. Normalda biz haydaydigan mashinaning egizligi 4 metr bo'lmaydi, lekin agar mashinaning ustiga bir narsa bisib qolgan vaqtimizda shu bütün basqan egizlik hammani qo'shib 4 metrdan oshib ketmaslik kerak. Mashinaning uzunligi 12 metrdan oshib ketmaslik kerak. Agar mashinaga kozib qitilgan vaqtida keyniga u chog'da uzunligi 18 metrdan oshib ketmaslik kerak. Ya'ni mush yuqorqi o'lchamlardan oshib ketgan bo'lib qolsa, u vaqtda bizning olgan pravimiz haydash o'lchamiga tushmay qoldi. Çünkü bu mazmunlarni bir yodda olsanlar yaxshi bo'ldi. Endi ikkinchi nuqtamiz bexatarlik tasmasi, xordiyol, ya'ni mashinaning tasmasi. Amaliyot darsida normalda tasmani qanday taqashni hammani tafsili o'rgatuvchi, lekin ba'zi bir nazariya bilim uchurlar sizlarga cho'qim ini qo'yib ketish kerak. Ya'ni tasma taqash majburdir, ya'ni mashinada o'tirgan har kim uchun. Ya'ni xordiyol sifirplecht. Yani mashinaning haydigan odam bo'lsin yoki mashinaning keynida o'tirgan odam bo'lsin, har kimga tasma taqash majburdir. Agarda soqchi tekshirib tasma taqmaganlik ma'lum bo'lib qolsa, jarimalarni qo'ydi. Ondan tasmani badanga cho'qim ching taqash kerak, ya'ni to'g'ri taqash usuli bo'yicha badanga ching taqash kerak. Ya'ni bunda beshimizdan kiygizib qo'yaplam, kirgizganimizni kirgizmay unda taqsak men o'xshashlam tasma taqmagan baravar. Ondan kichik bolaga nisbatan agar bolaning bo'y egizligi 1,35 santimetrdan pakar bo'lib qolsa, u holda cho'qim maxsus bolalarninki o'rindiqi bo'ladi, egizlatkich o'rindiqi, shu o'rindiqda o'tirib taqish kerak. Agar bolaning bo'y egizligi 1,35 santimetrdan boshlab bo'lib qolsa, mashinaning tasmasini bevosita taqsa bo'ladi. Unda egizlatkich o'rindiqda o'tirishning hojati yo'q. Ondan homildor ayollarga cho'qim tasma taqish kerak. Ya'ni homildor bo'lgankin tasma qo'saq tarafni bisib tura olam degan taqimisi bo'lam degan deydigan gap yo'q. Cho'qim taqash kerak bexatarlik uchun. Ondan yana bir muhim nuqta, ya'ni 12 yoshdan boshlab bola tasma taqashga o'zi mas'ul. Ya'ni bu demak cho'g'ini 12 yoshdan töven mesela saqchi tekshirib qilib, agarda mashinada o'tirgan bola 12 yoshdan töven bo'lib qolsa, u chog'da jarimani shu mashinani haydagan shofirga keladi. Lekin bola 12 yoshdan yuqori bo'lib qolsa, jarimani shu bolaning o'ziga keladi demoqchi. Ya'ni bola tasma taqashga o'zi mas'ul. Agar 12 yoshdan yuqori bo'lib tasma taqmay qolib qolsa, jarimani bolaning o'ziga keladi. Ya'ni to'laydigan odam men olam ota-onasi bo'lishi mumkin endi. Anda yana bir muhim nuqta, mashinaning ichida
oltuğan vaxtımızda tasmanı boşlasak bo'lmaydi. Yani bir yerim demekçe desenler. Mesela bazı maşının içinde oturup telefonda sözleşen iş qilish mumkin va yoki boshqa ishlar bunda ahvol ostidami normalda qatnash qoidasi bo'yicha cho'qim tasmani taqib o'tirish kerak. Tasmani bo'shtasi bo'lmaydi. Hamda mashinaning ichida o'tirgan vaqtimizda bir nima bo'lmaydi. Keynimizdan yegan tarafdan bir mashina kelib so'qqa tutib qolsa, hamda shu bu tasmaning ismi bexatarlik tasmasi. Bexatarlik uchun şu maşinada haydamay, mashinaning ichida o'tirgan vaqtdami işte telefonda sözleşip shunday ahvollardan cho'qim tasmani taqash kerak. Ondan tasmadan jiq odam mashinaga silinsa bo'lmaydi. Demakchi o'g'ini, masalan, bir shaxsiy mashinada normalda şoför bilan qo'shib 5 kishilik o'rin bo'ldi. 5 kishilik o'ringa 5 tal tasma bo'ldi. Ba'zida balkim 6 adam, 7 adam qistilib o'ltirib ketish mumkin, lekin normal qatnash qoidasi bo'yicha, ya'ni 5 tasma olsa cho'qim 5 lam odam o'tira oladi. Ya'ni shu tasmadan jiq odam mashinaga silinsa bo'lmaydi qatnash qoidasi bo'yicha. Ya'ni bexatarlik tasmasi to'g'risida sizlar cho'qim bilish deyishimiz mumkin shu. Amdiki nuqtamiz Hofstön, ya'ni Hofstön degan shu boshninki ko'rinish qismi, ya'ni sizlar shu rasmda ko'rgandek, mashinada o'tirgan vaqtimizda beshimizningki yo'linib turadigan shu ustidagi qismini Hofstön deymiz. Endi bu mashinada o'tirgan har kim uchun muhim, faqat mashina haydaydigan shoför uchun emas. Mashinada o'tirgan har qanday odam uchun shu yo'linish qismi yaxshi tanishilishi kerak. Bu qanday tanishil degan vaqtda, ya'ni sizlar rasmda ko'rgandek, shu Hofstönninki, ya'ni boshi yo'langich shu beshimizning usti taraf bilan teng bo'lishi kerak. Masalan, o'ttiridagi rasmdagi eng yaxshi tanishilgan holati, o'ng tarafdagi rasm qarasanglar, garchi bosh yo'langich bosh bilan teng bo'lsa-mu, lekin bosh bilan orqa mangimiz bilan bo'lgan orliqi sal yiroqroq tengishilib qolgan, bu bir xatarlik ahvol. Ondan sol tarafdagi rasmda bosh yo'langich beshimizning üst qismidan tuvan holatda tengishilib qolgan, bu bir xatarlik ahvol. Ya'ni bu ikki xil ahvolda, chet tarafdagi ahvollarda masalan, agar bosh yo'langich qismi beshimizning ust qismidan tuvan bo'lib qolsa, nima kerak, bir jiddiy ahvol bo'lib qolgan vaqtda, masalan, mashina jiddiy tormozlik deyli, ya mashinaning keyindan kelib bir so'qilish ahvoli bo'lgan vaqtida, ma'qul ahvolda bo'ynimizning sunib ketish ehtimoli bor. Shu bu narsani ismi bosh yo'langich, boshni yaxshi yo'lab turolmaydi. Ma'qul ahvol ostida shu beshimizni zaxmlantirish ahvolimiz bor. Ya'ni eng yaxshi tangshish shakli mush bosh yo'langichning usti qismi beshimizning usti qismi bilan teng bo'lishi kerak. Ondan bosh bilan, ya'ni orqa mang'iz bilan mush o'rindiqning oraliqida eng kichik oraliq bo'lishi kerak. Ya'ni beshimiz o'rindiq tegib turgandek shunday holatda bo'lishi kerak. Shunga agarda shu bolalar mashinada o'tirib qolgan vaqtda, agar bolaning bo'yi paka bo'lib qilib, mashinaning tasmasi bolaning bo'yniga kelib qolsa, vaqti cho'qim ham o'rindiq egizlatgich, ya'ni Sitzverholchenni ishlatishimiz kerak. Ya'ni boshning yo'linish qismi to'g'risida cho'qim bilishimiz mumkin. Shu imtihonga odat qanday chiqib qoldi degan vaqtda mushta 3 xil rasmlarni berib, mushundan bosh yo'lingich eng yaxshi tanishilgan qaysi rasm deb berib qoldi-ku. Shu vaqtda shu boshning usti qismi bilan teng oraliqda bo'lgan beshimiz bilan o'rindiqning oraliqi eng kichik bo'lgan shu rasmni tanlasanglar bo'ldi. Mushundagi o'ttirdagi rasm eng yaxshi deb tanishiladi. Endi mashinaning chaqiga keldik. Mashinaning chaqini odatda mashinani haydashdan burun tekshiramiz. Mashinaning chaqininki, ya'ni yil o'qgan vaqtida ma'lum bir bisim bo'ldi. Bu bisim eng oz deganda 1,16 mm bo'lishi kerak. Ondan bu bisimninki eng muhim roli suvni tez bir taraf qilish, ya'ni masalan yomg'ir yoqqan vaqtida va yoki yo'lda suv yig'ilib qolgan yo'llarda mang'an vaqtida shu chaqninki bisimining yaxshi bo'lishi shu suvni tez bir taraf qilishga foydali. Unda mashinaning chaqi ba'zi qishliq chaq, yozliq chaq deb ikkiga bo'lindi. Endi Gollandiyada qishda unchalik sovuq bo'lib ketmaganligi uchun
Qishliq chaq mecbur emas. Bazı soğuk devletlerde çoxum işletiş gerek. Qishliq chaqning bisimi 4 mm, yani normal chaqning bisimi 1,6 olsa, qishliq chaqning bisimi 4 mm bo'ldi. Qishliq chaqni temperatura 7 gradusdan tön bo'lganda ishlatgan yaxshi. Agar 7 gradusdan yuqori bo'lgan vaqtda qishliq chaq ishlatgan vaqtda tormoz orliqi uzrab ketadi. Yaxshi emas-ku. Bularni faqat bilib qo'ysanglar bo'ldi, lekin Gollandiyada qishliq chaq ishlatish majbur emas. Qishda pek sovuq uchun. Ondan chaqninki yilininki shu oz jiq bo'lishi ba'zi omillarga bog'liq. Masalan, chaqning yili oz bo'lgan vaqtida, ya'ni ma rasm qarasanglar, o'ttirdagi rasmda chaqning yili oz. Bunda ahvol ostida may jiq ketadi. Hem chaq tez uprab ketadi, tez buzilib ketadi. Agar chaqning yili jiq bo'lib qolsa, mana eng chetdagi rasm chaqning yili jiq bo'lib qolgan rasm qarasanglar, chaq butunlay yerga tegmaganchu. Bunda ahvol ostida chaq shu yili jiq bo'lib qolsa, yerga to'liq tegmaydi. Ham yilqi mashina haydagan vaqtida bir xil sakrab minib qolgandek bir tuyg'u bo'lib qo'ydi-chu. Masalan, meli velosipedni boqqan, ash velosipedning yili jiq bo'lib qolsa, xuddi chaq bir xil sakrab ketadi-ku, shunday bir holat. Ondan eng chetdagi rasm, ya'ni xud degan rasm, chaqning yili eng yaxshi shaklda nim qilgan rasm. Qarasanglar, chaqninki tishliq chaqlari yerga to'liq tekkan, mushu eng yaxshi holat-chu. Yani chaqninki yili yaxshi bo'lgan vaqtida maymi oz ketadi, chaqmi jiq upurmaydi, ham haydash jihatdan qulaylik bo'ldi. Chaqning yilini shu mashina haydashdan burun tekshiramiz, har 2 oyda bir qitim tekshirsak bo'ldi. Ondan chaqda bunda bir narsa bor, ya'ni bu narsani fentiol dop deymiz, ma yeshil rangdagi. Ya'ni yel o'g'an vaqtida mashinaga mushni chiqarib turib yel uramiz-chu, normal velosipedlardan bo'ldi-ku. Bu fentiol dopning ichida bir xil gaz bor. Mushni itib qo'ygan vaqtida shu yelning qochib ketishining oldini oladi, ham issiqlikqa qarshi turish roli bor-chu. Ya'ni bu cho'qim mashinaning chaqida cho'qim bo'lishi kerak bo'lgan bir bir narsa. Endi eng oxirgi nuqtamiz muhitni qo'g'dab tejashga haydash. Ya'ni bu muhitni qo'g'dab tejashga haydash mayli nazariya imtihonida bo'lsin va yoki amaliyot imtihonida bo'lsin, diqqat qilgan muhim nuqtalarning birisi. Bo'lib amaliyot imtihonida imtihon olg'uvchi odam diqqat qilgan 3 muhim nuqta: bexatar haydash, qatnash qoidasiga rioya qilib haydash, ondan muhitni qo'g'dab tejashga haydash. Yani bu muhitni qo'g'dab tejashga haydash deganda qanday mazmun degan vaqtida, masalan, mayni, benzinni qancha ko'p ishlatsak, garchi benzinni o'zimizning pulimizga olsakmi, lekin qancha ko'p ishlatgan sari shuncha ko'p zaharli gaz qo'yib turadi. Qancha ko'p zaharli gaz qo'yib bergansa, bu muhitga ziyonli degan gapchu. Shu mashina degan vaqtida o'zimning puli o'zim qochildim emas, balki imkon bor o'zimizning pulni tejab, muhitni qo'g'dab tejashga haydash intayin muhim. Hamda bu qanday nuqtalarda diqqat qilamiz degan vaqtida, ya'ni Turintal degani bu odatda xudlik mashinalardan bo'ldi, avtomatik mashinalarda yo'q bu Turintal degan narsa. Ya'ni sxaklin degan shu mashinani xudga silish. Yani 1-chi xod, 2-chi xod, 3-chi xod, 4-chi xod, 5-chi xod, orqa xod deb xodlar bo'ldi. Agar bu darsni anglagan vaqtida faqat mashina haydab boqmagan qarindoshlar bo'lib qolsa, shunda mashinada o'tirgan vaqtinglarda, yininglarda shopirning yinida o'tirgan vaqtinglarda diqqat qilib boqsanglar, bu nazariya mazmunlarni texim yaxshi tushunishinglarga foydasi bor. Agar mashina haydab boqqan odam bo'lsa, mening bu yerda xod deb Turintal degandim demoqchi o'g'limni meningcha tushundinglar deb o'ylayman. Ya'ni muhitni qo'g'dab haydash degan vaqtda, yani Turintal degan mush mashinaningki aynikidagi, yani mushu hozir men ko'rsatgan narsa Turintal bo'ldi. Bu yerda odatda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb mushta sonlar bo'ldi-chu. Normalda xodlik mashinani biz xodga solgan vaqtida mush 2 bilan 3 ning oraliqida
mush arlıqda aldıdan may örüp, muşu istirılka 2 bilen 3'ninki 2 bilen 2,5'ning arliq kelgan vaqtda mashinani xotqa salamizchu. Muşu eng yaxshi xotqa silish vaqti. Xotqa mushundaq salgan vaqtida mashina may az ketadichu. Endi bu mazmunlarni sizlarga amaliyot darsida texmi tafsiliy so'zlaydi, qanday vaqt xotqa silish bu degandek narsalar, lekin nazariyani bilishinglar ham muhim. Ya'ni mush 2 bilan 2,5 aralığında xotqa salgan vaqtida may az ketadi. Ondan laxi turin fırvage minder brandstof, ya'ni mesela xotqa salgan vaqtida biz mushu mayni rasa birib, mush mesela 4 bilan 5'ning aralığında xotqa saldık deyli. Unda vaqtda may tixinbek jiq ketadichu. Yani 2 bilan 2,5'ning aralığında, 2 bilan 3'ning aralığında xotqa salsak may az ketadi. Yani şunu demekçi, yani tön aylanish davrida may az ketadi, yuqori aylanish davrida may jiq ketadi deb mushun demekçi. Ondan başta süratni tezletip, ondan xotqa salgan yaxshi. Bu yer demekçi o'g'ni. Mesela biz mashinani qo'zg'atdik, oldidan birinchi xotqa silib mashinani qo'zg'atib haydaymiz. Undan keyin ikkinchi xotqa, ondan keyin 50 degan tezlik chiqqanda uchinchi xotqa solamiz. Mesela 3-chi xotqa solgan vaqtida oldi bilan mashinaning tezligini 40-50 ga chiqarib, undan keyin xotqa solsak may oz ketadi demekçi. Ondan yana bir nuqta. Asti suratda deydigan vaqtda may jiq ketadi, yuqori suratda deydigan vaqtida may oz ketadi. Bu nima degan gap desanglar, masalan, Zandamdan Amsterdamga 2 yo'l bor deyli. Bir yo'l tez suratli tosh yo'ldan boramiz, 15 kilometr umumiy masofa. Ikkinchi yo'l oyliklar ayni yezilardan boramiz, umumiy masofa 15 kilometr. Belkim siz 15 kilometr borgan keyin may oz ketadi deb o'ylashingiz mumkin, lekin amaliyotda gerçi tez suratli tosh yo'lda borgan vaqtda umumiy masofa 20 kilometr bo'lsa-mu, shu 20 kilometrda borgan vaqtida may 15 kilometr borgan vaqtda qaraganda ozroq ketadi. Ya'ni mashinani yuqori suratli tosh yo'lda tez suratda deydigan vaqtida may oz ketadi. Belki asti suratda deydigan vaqtida may jiqroq ketadi. Chunki asti suratda unda mahalla ichi yo'lda borgan vaqtlarda, unda yo'llarda ko'pincha ahvollarda qatnash chiroqlari ko'p bo'ladi. Balkim har bir qatnash chirog'i yongan vaqtida mashinani tormozlab to'xtatishimiz kerak, unga may ketadi. O'ngga, so'lga qayrilgan vaqtda mashinaning suratini astiltimiz, tormozlaymiz. Yani unga may ketadi. Gerçi 15 kilometr yo'l borgan bilan, lekin arliqda mashg'ulotlar jiq bo'lganligi uchun asti suratda deydigan vaqtida may jiqroq ketadi. Anda yana bir nuqta, cruise kontrolni ishlatgan vaqtida may oz ketadi. Yani cruise kontrol degan nima degan vaqtda bu muqim suratda minish sistemasi. Yani mashinalarda rasmda sizlar ko'rgandek mushta bir knopkalar bisiblam mashinani o'chog'da sizlar mayni bisib turishning hojati yo'qmish, bir knopkani bisib qo'ygandan keyin mashina mayni bisib turmasaqmi o'zi masalan 100 kilometrga tangshigan vaqtda 100 kilometrda mingiverdi-chu. Endi bu bir yaxshi bir texnika mashinaga nisbatan, lekin buni faqat masalan tez surat tosh yo'llarda mangdoq bo'libmi, Yevropa ichida borgan vaqtida Fransiya, Germaniyaga bordik deyli, shunda bir tez surat tosh yo'llar bo'ldi. Shu 1-200 kilometr yo'lni u bir suratda mingiverganchu. Ashta vaqtlarda endi cruise kontrolni tanshab qo'yib mangsa, shunda vaqtda ishlasa bo'ladigan bir Emniyet imtihonida bo'libmi, xudlik mashina haydab, xudlik mashina imtihon bergan vaqtinglarda, shu xudlik solgan vaqtda, shu turundanni aylanish davrini nechida xudlik soldi degandek ashta nuqtalarga diqqat qildi-chu, muhitga bir kichik asni qo'shib haydayotamdi degandek. Bugungi darsimiz mushu yergacha. Bugungi so'zlagan mazmunlarimiz nazariy mazmunlar sal jiqroq. Şu ba'zi nazariy mazmunlarni yodlab o'rganib olsanglar yaxshiroq.
Ma'qulimsa, keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar. Bo'libmi?